o'tirib olamiz, sichib qolganimiz haqida eshitamiz. Nima qilasizlar garavimalarimiz? Sichib qolganligimiz haqida eshitinglar. Juma kuni anomalniy issiq deb belgilandi. Biz er-xotin o'zimizcha zominga ketamiz deb rejalashtirib qo'ydik. Обхитрим природу, поедем zomin dedik. Zominda havo maza, hamma Toshkentda ko'tni kuydirib o'tirgan payti ketib boramiz tog'larga dedik. Juma kuni ertalab uyg'ondik, kichkina bozorlik qildik, mashinamizga o'tirdik, ketdik. Havo 50 gradus isib yotibdi. Mashinamiz issiqligini ko'tarmadi. Biz taslim bo'lmadik, terlab bo'lsa ham bordik. Tabiat qonunlari bizga to'g'ri kelmaydi. 5 soatdan keyin mashinada bolalar bilan zominga kelib qoldik. Otellarning hammasi band. Joy yo'q. Ko'cha issiq. Kuydirgan kallalarga o'xshab yugurib yuramiz. U yoqqa bu yoqqa. Erim u otelga bordim, men bu otelga bordim. Joy bormi, joy bormi, joy bormi? Joy hech qayerda yo'q edi. Eng issiq kunda maza qilib tog'larda yuramiz degan kuydirgan kallalar Toshkentga yo'l oldi. Hammada bashara xumraygan. Ketvamiz endi shu darajada issiq havo. Mashinamiz o'chib qoldi. Обхитрили природу. Bir amallab Jizzaxgacha keldik. O'sha yerga zaryadkaga mashinani qo'ydik. Pult ishlamay qoldi. O'sha kuni tinchgina uyda ham o'tirsa bo'lardi, lekin xulosa, qayergadir borishdan oldin tahorat olib olinglar. Joylarni bron qilinglar. До свидания отсюда.